Короче, подписчикlar, biz bugun syomka Orqa mehmonchilik ko'rinsa. Ketin? Короче, подписчикlar, bugun biz ham syomkaga ham dam olishga to'q kelgandik. To'g'ri o'rtasiga shu syomka o'rtasiga kelganda menga ideya kelib qoldi. Bugun YouTube'dagilar uchun maxsus vlog olmoqchi bo'ldim. Mana shu yerdan boshlandi vlogimiz. Bu hech qanaqa professional kameralarda просто kayfiyat ko'taruvchi jaydari vlog bo'ladi. Unaqa negativ yozib, qanaqa professionalizm, qani zvuk, qanaqa rang, unaqa deb yotmaylar. Shunchaki telefonda sizlarga qiziqish uchun просто prikol olib ko'rdik, to'g'rimi? Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mana u. Jaydari vlog boshlandi. Ketdik. Vaqtimisan. Asl yuzi boshlangan. Sizlarga Qaranglar, nur bir bo'ldi. Yozdi. Yo'q, olmayapti. yo'q, qo'shgan qiymadi. So'zim bilmasga. Qurilsa ham bo'ladimi oxirgisida aytgan joyimiz. YouTube'ga. Kimning kanaliga? Mana. Sizgami? Azmakan kanaliga like, podpiska bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Keyin Instagramga o'tib menga podpiska bosib qo'ying. Azmaka juda ham yaxshi bola. Yana bitta. Mehnatkash. Yana bitta. Azmaka juda ham yaxshi bola. Mehnatkash. Shashlik qilaverasizmi? Shashlik qilaverasizmi? Bugun asl basharang ochiladi bu videoda. Shunaqa gaplar mana bizning syomkada davom etyapti orqa fonda. Nima ham dirdim? Hali bunaqa video olmaganman. Shuning uchun podeshka qo'yasizlar, like, kommentariyani, podpiskani bosib yuborsanglar zo'r bo'ladi. Cho'tkib ketadi hamma. Podpiska bosinglar. Podpiska bosinglar. Like ham bosinglar. Like ham bosinglar. Obuna bo'ling. Olovda qanday yoqdi? Obuna bo'linglar. Olovda qanday yoqdi? Gap yo'q. Gurlatib yubordim men. Gap yo'q. Gurlatib tashaman. Короче, mana shoshulik sabab bo'lgan olov shu. Men yoqqan olov. Kim qatta edi? Bu YouTube'da shu Azmakan kanaliga kirib ko'rsanglar, meni asl yuzim ochilgan. Nima kadrda emassan? Yo'talib, anu yoqqan olovingiz tomog'im bo'g'di. Juda kuchli yoqib yuborman de olov. Nimaga? Hamma joyda chiqis. Nima qildi? Prosta qarab turayman, shu prosmotr shunaqa zo'r uradi. Sen borligi uchun. Yo'q, Yo'q, men yoqqan olov uchun. yo'q, biz guruhni klipi uchun. Biz hozir kechki sayrga chiqdik. Tabiat. Qaranglar, to'xtanglar, hozir bitta o'yin o'ynaymiz sizlar bilan. Ashta turasizlar, ashta turasizlar, ashta turasizlar. Men o'tga boraman oxiriga. Kim birinchi yetib borsa, bitta shikolat menda. Qanaqa shikolat? Nima farqi bor? Ashta tur, bitta lin. Yo'q, zo'r shikolat beraman. Zo'r shikolat bo'ldi, hozir. Qanaqa shikolatga pul yo'q o'zi aslida. Nimayli, zerikkanda nimadir qilish kerak. Ularga farqi yugurib yuraveradi. Ketdi. Musobaqa bo'pti mana. Kim birinchi? Mana finish. Finish. Demay kelalagan shikolat yo'q. Короче, mana tashqaridan, bu mashinani oldidan bizani xonagacha pashti 1 kilometr yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Negativ yozgan? Negativ yozganlar kal bo'lib ketsin. Kalla negativ yozsachi. Kal yozsa ilon soch o'sdi. Ovqat bor deyapti. Biz syomkalar davom etamiz. Xudo xolasa mana komandamlar, akalar bilan syomka tugadi. Mana unaqa. Shu yerga tit qo'yib yuboraman-da endi. Majburlikdan. Mana. Sani kadriyong bo'lindimi? Yo'q. Qo'rqitib qo'yapsizmi bizni? Yo'q. Klip zo'r bo'lyapti. Hamma hozir kiyimini almashtirgani ketganga Shabon akalarimiz olovga isinib, dardlashyapmiz, hasratlashayapmiz. Yo'q, suhbat, g'iybat emas, suhbat. Shabon qizim yaxshi qiz de, doim holimdan xabar oladi. Ustoz nima desa, nima qilsak doim yonimizda bo'ladi. Bu klipda boshqa kliplardan farqi nimada? Farqi odamlarida.
farqi odamlardan tashqari qanaqadir boshqa kliplarda birga bo'lmaganman, lekin shu klipda birga bo'laman. Juda ham klip olish jarayoni qiziqarli, odam bir-biri bilan qaysidir ma'noda yaqinlashyapti. Mana bolalar o'zaro bir-biriga mehr ko'rsatish, yordam berish, mana shunaqa narsalar bo'lar ekan. To'g'risi, men birinchi marta bo'laman. Ha, to'g'ri aytaman. Hamma bir-biriga mehribon, nima kerak bo'lsa bir-biriga yordam beradi, uni to'g'rilab qo'yadi, buni to'g'rilab qo'yadi. Oldin ham bordi qisman, lekin hozir qaysidir ma'noda endi bular bilan birga bo'layotganim uchunmi bilmadim. Juda ham menga yoqyapti. Ayniqsa mana shu kelgan joyimiz madrasa yoqdi, atmosferasi yoqdi. Endi bugun kechqurun mazza qilib mafiya o'ynaymiz. Yana bitta farqini aytib o'tay Azimjon. Ovozlar o'sgan. Ovozlar o'sgan, chunki oldin qiyin nolali klip qo'shiqlar qilmasdik, bu safariga ovozlar ancha yarkilashgan, nolalar paydo bo'lgan. Nima qaysi ma'noda Mavluda kirgan mana professional qo'shiqchi, xonanda. Juda ham yaxshi nolalari bor, ashulalarni dardli ayta oladi, me'mor ovoz diapazonlari hamma narsa hammanaqaga yetadi. Shu farq shunda. Klipdagi asabbuzarliklar bo'ldi. Bo'ladi, hamma klipda bo'ladi. Mana mayda. Jamoa bor joyda asabbuzarlik bo'ladi, sababi bizlar kunduziga reja qilgan narsalarimiz ana o'chib qoldi. Ana bittasi. Ana klip olib intervyu olib. Voy. Nima o'zyapti senga? Sujetga shunaqa kelsan. Ketdi. Xo'p, xullas hozir o'laylik, keyin gaplashamiz. Chiroqni yoqishimiz kerak, Azimjon. Sizlarga maksimal 5 minutlik klip uchun shuncha odam kun bo'yi mehnat qiladi, ko'rdinglar? Ancha qiyin. Hali bu bitta kadr. Bitta kadr. Dars ketadi yana. Vau. Kartoshka shunaqa qilinayotgan kadr. Sovuq emasmi? Kartoshka usti yopilgan, biz butun turibdi. Ye. Bu joyini qo'ya olmaymiz, YouTube'dan beradi. Eng zo'r operator. Dunyo bo'yicha Marvel'lar egasi. Hammasini eng zo'ri. Bash klip. Vaqtda ketdi, hali ijodiy ishlar ko'pda. Buni gashdan sovuqda syomka qilayotganlar biladi. Vashi maza. Bitta kofe bo'lsa-ya, mana bu ikkita geroinalarimiz. Bu klipda. Mana. Короче, vlog davom etadi. Oxirigacha ko'rmagan kal bo'lib ketsin. Jinnini katta kichigi bo'lmaydi-ya. O'lgan tuya raqsi. Bunaqasi hali bo'lgan emas. Bu nima ahvol bu? Shumi? Ikki kelganlar, syomka kelganlar shumi? Bizda cringe sahna ko'rinish marhamat. Non uchun ishlash kerak, bo'lmish. Bitta biza qoluvdik qilmaydi. Hozir kuchi o'ynab olganini qo'yamiz. Cola, puka. Chaynalib ket. Og'zimda zachkan bor edi, yo'qchimas. Ha. Shuni nimasi maqtanasiz shunda? Na, ozg'in bo'lgani uchun. Chiqadigan. Qani Rizom? Amal nimaga tutdi, duvaloq shar. Ne qilsin, ne? Soqol chiqa. 35, 80. Mana ham bo'yalgan. Yasaman. Да, конечно же. Men qiz bolaman. Men ayol kishiman. Men o'zimga qaradim. Qari kutganman. Короче, Solih menga kofe qilib beryapti mana. Sizlarmi bu? Yo'q, kofe uchun ishlash kerak, bo'lmish. Sog' odamlar yo'q deb teatr studiyada. Eng zo'r komandani ko'rsataman mana. Real Madrid. Mana eng zo'r komanda.
Deydi, biz yumur bo'ldim deb bugun borib, hamma narsani qilaman. Oh. Biraz bo'lib ketdi. Sani ustida hech kim kulmadi-ya? Yo'q. Kulolmaydi-mi? Boshiga emas. Qaranglar, 0-1 bo'ldi mana. 0-1. Voy, nolik bo'ldi. Ha, 0-1 da senga intervyu beryapmiz. Hammaga assalomu alaykum, aziz muxlislar. Bizning syomkamiz Серьезно, a'lo darajada o'tdi. A'lo darajada. O'zbek tilida, o'zimizning o'zbek tilimizda gapiramiz. Biz bugun navbatdagi klipni syomka qilyapmiz Bes guruhi ijrosida, yangi Bes guruhi ijrosida. Sog'indim-u kelma degan qo'shig'imiz. Qo'shiq chiroyli chiqqan. Bilmadim, xalqqa yoqadimi yo'qmi, menga yoqsa bo'ldi-da. O'risida o'zim maza qilsam bo'ldi-da. Ijro qilib beramizmi? Bolalar nima deydilar? Ha, charchagan ovozi jonli ijroda. Jonli ijro bo'ladi. Bes guruhidan. Men chidab turamiz. Yo, sen aytma. Kulmayam. Sho'rida kulishi bilan. emas, yana qiynama. Hozir emas, sog'insa ham yurak. Seni deya ortingga qarama. Ketingdanma. Qara ko'zlarimga so'nmagan senga bo'lgan tuyg'ular. Yaralar bitmagan yorinda azob berar tunlari. 1, 2, 3 ketdi. Qani, ayt, nima topding? Sevgimni xor qilib nima topding? Qani o'shan mendan ham zo'r yo'q degan ishonib san endi o'shaning dodiga foydasi. Endi kerak emas foydasiz. Chunki sekin o'tib san meni qoidasi dabdala qiynaydi xotira har tarafdan. Sog'indim u kelma. Kerak emas, yana qiynama. Hozir emas, sog'insa ham yurak. Seni deya ortingga qarama. Ketingdanma. La. Oxir qolib ketdi kan. La 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 la. Yo, tepada. La 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 la. Tara 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 tara. La 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 la. O'sha joyini eshitsalaring Mavlud aytgan bo'ladi. Gulxanni tutunni to'g'risiga o'tirib olgan ekanman o'zi ham. Shamol. Azimjoniga yoqdilar Gulxanni. 2 Men soat tomonga qarab deganda, yoqdi. 2 soat. berdilar. Azim 2 soat deganda yoqding. Gulxanga yaqinroq kelib, "Xudo xolashli aytaman" deb o'zimga anu kukuni uchurdi, keyin yig'lab tomoq qichib Rossiya o'tadi. Bu shapaloq yeydi. Men har safar. 5 anaqa yeyman. Shabbonadan shapaloq. Yuzlarim qizarib ketdi. Shu. O'sha kadrda paftor olaverdik, paftor olaverdik, paftor olaverdik, atay qildik. Dubl. Shabbol ham mazza qildi, operatorlar ham Mazza mazza qiladi. Hammaga kattakon rahmat, syomka tugadi. Bugungi syomka zo'r o'tdi, xudo xolasa, xalqimiz ko'nglidan joy oladigan klip bo'ldi. Mamlakat qilmadik-da, ozoda. Qutlalaylalaylalay. Hammani kuchi teginglarga men energiyam tugamaydi. Shabona mana qarang. Kim yozdi? Bilmayman. Aldamang, bilasiz kim yozdi? Bilmayman. Yo'q. Kim yozdi? Bu yo'q mana. Kechki madaniy hordiq. Nimaga? Mana. Yana o'zim gashti borda, filmga chaqirib. Kimga o'xshab qolsa aytaymi? Kimga? Gari deydi-yu. Uyqu yo'q bugun, короче. Bugun dalish. Soat 3:12. Nechida uxlamoqchisizlar? Idishlar yurgandan keyin. Uxlashga uxlalarmiz. Sen ham bilmadim. Uxlashimiz bilan gaplashamiz. Yo'g'ida suhbat ideya qiziq. Pul to'lamagan reklamaga. Mana qo'yib, o'zicha sochini jigaraga bosadi. Короче, давай bola, men uxladim. Endi uxlaymiz. Toy qatdi yetar uyqu
ertalabdan kunni boshladik yana. Mana turganik. Ketdik aylanamiz. Короче, kechqurun uyqu 2 soat bo'lsa ham shunaqa maza bo'ldi. O'zi ham bir 5 soat, 10 soatdan unsini berdi-da. Vashi maza qildi. Tim bo'lgan deraza ochiq, tog'da havosi. Muzdek, lekin toza muzdek, maza qilyapti odam. Shunaqa. Biz kunni boshladik. Yo'q, olmay aka. To'g'rilar. Ertalabdan. Qaysi qo'shiq bilan uyg'otdinglar? Jiring 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 jiring. Xo'roz qichqirdi erta turing. Jiring jiring. Bu yoqda. Miyamda shal deyiladi, ham qo'shiqda. Mana haqiqiy yuzlari. Green Primana originali. Originaldan qo'rqotib ko'rsatishga. Ya yumuqsiz yuzim yuvilmagan. Valla bitta yuzini Yuv tezroq. Azmigimda. yuvamiz bo'ldi. Yuzimiz yuvamiz bo'ldi. Olam. Bahor sochiga masalan. Aldamaylar, boshlab bo'lgansizlar. Yo'q. Men qopdim. Ko'rinding, voy. Mana ko'p ko'rdim. Mana. Choyimiz aka bilan maham qilyapti. Короче, zo. Assalomu alaykum ustoz. Olib keldik ustoz shakar. Biz tashqariga ham chiqib oldik, zavtrak qilib bo'lgandan keyin tabiat, havo vashi full. Ko'rishingiz mumkin. Tog'. O'zana uychamiz. Bismillah aytib. Aktivoliga qanchakmi? Ana, Saturn bilan jang qilasam, Aka bo'y. javobmi? Bo'y. Saturnga yuz tashlaysan? Anaqa kelsa nima edi? Konor kelsa? Yo'q. Habib kelsa, yo'q, Habib yaxshi ko'raman. Romiyman. Ustoz. Romiyman deydi. Azim aka. Bular Romiy. Sen Shaban. Qanchaliklar qoldilar? 3, 4, 5. 6. 7. Shu yerda g'irt g'uromchilar mana shitdik hammasi. Ko'pidoranash. Umuman adolat yo'q bu yerda. Ayniqsa mana bu bolada vobshe adolat. Mana yaxshi bola. Mana unda ham adolat yo'q, mana bunda ham. Maqos kim? Albatta. Mana buni pismiq. Ko'rib o'ynaydi. Eng O'zi ham shuni. Bunisi buni aka qilib o'ynaydi. Ko'rmadi. Eng haloli kim? Baloni yebsan, xo'pmi? Siz halolimiz. Ha. Yo'q, hech qachon deb qo'ysangizchi. Ana. Salom Sazim aka. Chiqib ketgandan keyin shunaqa bo'ldi. Salom Sazim aka. Ha? Alloh. Davay. Voy. Aka! Mana ketishyapti. Biz nima qilamiz endi? Biz pishkom ketamiz. Alohida kelarmikan? Ha, kelmasin. Sadaqa so'rayapti. Demak biz bugungi syomkani damni ham tugatib ekan, endi Toshkentga qarab yo'lga chiqamiz. Hop, qo'shiq ham tegmadi lekin. Qarabki mana ahvol. Kelish zo'r, ketish zo'r, lekin mashinaga o'zini joylashtirish mana bu kimniki? Buni oling bo'pti. Ham ko'z ozgina qiynaladi lekin. Yo'q. Turtish vashi. Bitta bosaramiz bo'pti. Mana cho'ta kadrlar kam ekan, bizga yana kadr olgan keldik. Negadir xayolim ketadi. Davay. Negadir qalbimda. Hop. Xayollarimda tanho o'zing. Balandroq ochi. Balandroq aytchi. Negadir xayolim ketadi. Negadir qalbimni ezadi. Xayollarimda tanho o'zing. Ich-ichimga hamla to'ladi. Qarzinglar. Mana biz jo'rlar bilan aylangani keldik.
Tog'a mana shunday videolar tashlaydilar. Tog'a mana shunday videolar. Kerak emas, yaxshiga qarama. So'zini bilmaskan. Men hozir sizlarga Nilfarda gap bor ekan. Azmaga kattakon rahmat, juda ham chiroyli oila kadrlar chiqdi. Bunaqa manzaradan bunaqa shikarli kadrlar qilib berdilar bizga. Xudo xolisa montaj qilib bersalar. O'zi manzara yo'q edi, men manzarani yaratib oldim-da. Ko'ra oldim o'sha kadrda. Montajni ham zo'r qilib bersalar, yangi post ko'rasiz. Azimjon aka juda ham Shu uchun shuncha mehnatni qadriga yetib YouTube'dagilar nima qilishsin? Podpiska bossin, like bossin, ko'p komment yozinglar. Azim aka zo'r ekansiz deb yozib qo'ying. Shunaqa gaplar. Qarchi mana Toshkent. Biz uyimizga yetib keldik va nihoyat endi uxlashimiz kerak. Tugadimi video? Tugadi? Keldik-ku. Endi nima qilish kerak? podpiska bilan like bosib qo'yish kerak. Og'irni ham zo'r tugatib berdi. Yop eshikni. Goodbye-ski. Davay. Toshkentga yetib keldik. Qarchi biz Toshkentga yetib keldik. 2 kunlik safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shunaqa gaplar. Hamma narsasini oddiyroq, samimiyroq qilib ko'rsatishga harakat qildim. Shu hali endi kadrda boshqacha bo'ladi odam, hayotda boshqacha. Sizlarga 100% hayotdagi odamlar bo'lib ko'rindik. Ozgina tilam aylamayapti, kechqurun yaxshi uxlamaganmiz. Shuning uchun bizni bizni qo'llab-quvvatlash uchun like-ni, podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa tez kunda bu kanalda yangiliklar bo'ladi, yangi videolar chiqishda davom etadi. Charchamanglar, rahmat. Oxirigacha ko'rganinglar uchun.